Bugun men sizlarga qishloq xo'jaligida juda ham foydali bo'lgan mana bu ajoyib samolyotimni sizlarga tanishtirib ko'rsataman. Samolyotimiz ham mana shunday pult bilan jihozlangan. Buning vazifalari juda ham ko'p. Yong'in bo'layotgan joylarni, odam ko'rib yurib bo'lmaydigan joylarni bu bilan kuzatib yurish mumkin. Bu yerda kamerasi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga buni ishlatib ko'rsataman. Mana bu dum qismlari, burish qismi. Bu esa qanotlari, katta qanot qismi. Ular ham to'liq ishlaydi. Asosiy motorni ishlatamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham tor, kuchli. Kameralari ham mana buriladi. Tez orada buni ham o'chirib ko'rsataman. Buning uchun kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib, buni kuzatib boring. Qolgan samolyotlarimizni ham tez orada o'chiramiz. Obuna bo'lib, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum do'stlar. Bu samolyotimizni yana olib chiqdik. O'zimning ham sabrim chidamadi. 20 mingta like bo'lmasa ham uchirishga qaror qildim. Hozir sizlarga buni uchirib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. 70 santimetrcha chiqadi, kattagina samolyot. Hozir sizlarga buni uchirib ko'rsataman. Kommentariyada izohlaringizni kutib qolaman. Videoga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqmang. Qani bo'lmasam boshladik. Mana do'stlar, ko'rganingizdek samolyotimiz yaxshi uchdi, faqat biroz shabada shamol borligi uchun bu burilib ketaverdi. Negadir shamolga qarshi uchishga juda qiynaldi, lekin shamol yo'q paytda ham albatta uchiramiz. Kuzatib boring. Hali bu samolyotimizni ko'p uchirib Instagramga qo'yamiz. Bundan ham zo'r uchadi, bundan ham uzoq uchadi. Chamasi 30 sekundlar uchta adashmasam. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.